Vijdon va uning roli. Abdori Muhammad Yusuf. Vijdon kishining o'z harakati, qilmishi va yurish-turish haqida jamiyat va xalq oldidagi mas'uliyat tuyg'usi deganlik bo'lib, u insondagi ma'naviy quvvatlarning biridir. Payg'ambar alayhissalom yaxshilik va yomonlik to'g'riliq so'ralganda o'zingdan so'rg'in, qalbingdan so'rg'in. Yaxshilik go'zal axloqdir. Gunoh seni bearam qiladigan va sen boshqalarning ko'rib qilishini yoqtirmaydigan ishdir degan. Aristotel mundaq degan ekan. Ro'yimizning ma'naviy quvvati bo'lgan vijdonimiz fikrimizga quvvat berguchi bir idrok vositasi bo'lib, hissiyotimizni ro'yimizga bog'lagan bir zanjirdir. Ibn Sina vijdon ruh va fikrimizni to'yg'un qilishimizning birinchi vositasidir degan ekan. Biz qilayotgan ish harakatimizning yaxshi yomonligini, foydali yoki ziyonli ekanligini vijdonimiz orqali bilamiz. Shunga vijdon inson aqli va fikrining haqiqiy tarozisidir. Inson bu tarozi bilan o'z kamchiliklarini o'lcham qilishdan tashqari yana boshqalarning qilmish atmishlarini sezadi va his qiladi. Agar insonning qilgan ishi Alloh taolaning shariatiga, aql va hikmatga uyg'un bo'lsa, uningga olqish va muhabbat yog'idi. Agar inson yomon ishlarni qilsa va axloq o'lchimidan chetnab ketsa, uningga norozilik va nafrat yog'idi. Har kim qilayotgan ishning yaxshi yomonligini, to'g'ri xatoligini vijdoni bilan bilalaydi. Ammo ko'pincha kishilar o'zining qilayotgan yomonligini shayton va nafsi xohishi pardazlab ko'rsatgan bahonalar bilan o'ziga ravo ko'radi, o'zini zo'rg'a qoyil qilishga tirishadi. Bu azroq bo'lsa-mu vijdoni bor kishilarning ishidir. Ammo vijdoni o'lganlar o'zlari qilayotgan qabiy ishlardan hech uyalmaydi. O'zida gunohkorlik tuyg'usi bo'lmaydi. Kishilar naq ish qiladigan, boshqalarga zulm qiladigan, naqchilikqa sukut qiladigan odamni vijdonsiz deydi. Bundaq odam vijdonining sadosiga quloq solmaganligi uchun uningdagi vijdon qarg'i kelmagan, o'z rolini joriy qildira olmagan. Shunga undaqlar vijdoni yo'qning o'rnida sanalgan. Inson o'zining din va dunyolik majburiyatlarini qaysi darajada o'rindab ketayotganligini vijdoni orqali biladi va his qiladi. Chunki vijdoni sog'lom kishilar iymon va e'tiqodni kamoliga yetkazish, o'zining din va dunyolik majburiyatini voyaga yetkazib o'rindash yo'lida qo'lidan kelgancha harakat qiladi. Vijdon har kimga o'zining kim ekanligini va qilgan atganlarini ko'rsatib beradigan bir suzuk aynak bo'lib, bu aynakka samimiylik bilan qaragan odam o'zining ayb nuqsonlarini tuzitish qo'yidi bo'ladi. Boshqalarning ayb nuqsonlarini axtarishga vaqti yetmaydi. Vijdon dinning o'rnida tura olamdi. Ba'zi faylasuflar vijdonning dinning o'rnida turib, uning rolini o'ynay oladiganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, bu nazariyaning xatoligi allburun isbotlangan. Chunki insonlarda yaratılishdan beri mavjud bo'lib kelgan vijdon deb atalgan bir kuchning borligi va ularning bu kuch bilan yaxshi yomonni, to'g'ri xatoni ayirib oladiganligi aniqdir. Ammo bu kuchning ta'lim-tarbiyalar bilan kuchlanganidek, nachar odat, yomon do'st va salbiy jamiyatning ta'siri bilan ojizlashadiganligi, hatto yo'qolib ketadiganligi
bir haqiqatdir. Agar vijdonning bo'lganligiga kifoya qiladigan bo'lsa, kichikgina biror shafqatsizlik yoki oddiygina bir xatolik tufayli bearomlik his qiladigan insonlar bilan azroq manfaat yusidan odam o'ldiradigan, do'stlarini pul uchun setib etadigan insonlarning holiga nima deyish kerak? Dunyoda shundoq vahshiy insonlar ko'riladi-ki, ularning yuragida yerlashgan nacharlik va xasislik tufayli ularda vijdon deganning asrimi bo'lmaydi. Vijdon yengilmas bir ilohiy rahbardir. Ammo bu rahbarning bo'lganligi yetarlik emas. Uni har turli buzilishlardan muhofazat qilib qo'g'dash zarurdir. Yaxshi bir vijdonga ega bo'lish uchun diniy tarbiyada va axloqda yuksalgan diyonatlik bir jamiyatda yashash kerak. Vijdon o'zi yolg'izla insonga na yoritilishning maqsadlarini, na to'g'ri xatoni, na yaxshi yomonni ayirib bera olmaydi. Vijdonning yo'lidan ozmaslik uchun u o'ziga yo'l ko'rsatadigan biror rahbarga muhtojdir. Bu rahbar bo'lsa-mu, albatta Allohning dinidir. Jayn Jakuzning bu so'zlari nima degan to'g'ri aytilgan-a? Demakki, to'g'ri yo'sinda haqiqiy diniy tarbiya olgan insonlarning vijdoni ularni yomon ishlardan cho'qim man'i qila oladi va go'zal axloq doirasida harakat qilishga undaydi. Qisman dindorlarning axloqidagi nacharliklar ularda diniy tarbiyaning haqiqiy ravishda aks etilmaganligi va islom axloqidan nasiba ololmaganligidan bo'lsa kerak. Tugidi. 2020 yili 19 mart